Hem de yani şu ciddi kararlar makullandı degan bir ibara var. Bu hem de qaysi türdeki stratejik özgürüşünün bundan keyingi ma'rif hareketinden ko'z tutadi. Bu gerçi bu savolga to'liq javob berishim notayin. Chunki jiddiy qarorning ichida biz hammadan eng yorqin bir shakli mana hozir butkul qarindoshlarimiz ko'z tikayotgan birdan bir masala. Buning ichida chiqqan krizisni qanday hal qila oladi degan narsa. Xo'sh. Biz bu yerda ne davlat savcisiga, ne saqchi organlarga, ne sud mahkamalariga, ne biz üçüncü taraflarning murassasi qo'ymay, o'zimizning ichida chiqqan krizisni o'zimizningki mushu tartiblashgan shakli bilan hal qilib, buning chora izlash va shundaqla shu o'rinsiz degan taraflarni o'rindan qoldirish, vazifadan qoldirish va shundaqla vazifaga eng loyiq samimiyati, sadoqati oshgan taraflarni bu vazifaga qayta qo'yish. Mana bu qarorimiz menimcha eng jamoat kutayotgan, umid qilayotgan va marak etayotgan savollarning birisi deb qarayman. Shunlashqa ilgiriki bir odamning vakillik qilgan holatdan jamoat vakillik qilgan shaklga o'zgarishi va qaror olishda bir odamning qarori boshqalarga qarordan hozir mashvarat, ya'ni muzokara orqali bunun foydasi, unumi, uzun muddatligi ichida kelib chiqqan xatarlarning hammasini analiz qilgan shaklda bir qaror olish mexanizmining shakllanganligi bu qaror bo'ldi. Ham uning ustiga bu harakatning ichida kimlarning bo'ladiganligi, kimlar bilan bu uzun musofani mangdiganligimizmi bu qarorning ichida ba'zi qismlarni biz bu yerda oshkorlashni to'g'ri ko'rmaganligimiz uchun biz keyingi kunlarda amaliy ijroatimizda inshaalloh ko'rsatamiz deb qarayman.